Assalomu alaykum warahmatullah. Men sizlar bilan o'sha bugungi videoda biz shahar emas, kichkinagina shaharcha quramiz. Katta emas, uncha. Yashasa bo'ladigandek kattaroq qilib. Men o'shanda Lunex Azbek 2017 bilan video olamiz. Открытие пауза. Короче, o'rtalar video olmay qolibdi. Короче, unaqa videocha oladi, shunaqa qilmoqchiman, lekin o'xshamayapti menimcha. Qaranglar. Xalasi bo'lib qoldi. Ana, oxirigacha o'qib qo'y. Qanaqa ko'rinarkan? Hammasi katta qilinadi. Kichkina nima? Mana shaharni Shetaman ekan bunda. Bular aytgancha bitta qism qilib chiqarmayman. Chunki bu narsa ancha vaqt oladi. Bular şeyler editni Azbek 2017'den ham chaqiramiz. Mana bir yosh kichkina, 2016 bilan 2017. Bir yoshi 2 oylik. Ne? Shunaqa. Lunex 7 oylik kichkina mana. Lunex uchun mana obunachisi ko'p desanglar, chunki menning kanalimni avval ochgan ham Lunex o'zining kanali emas, uni sotib olgan. Hozir boshqa kanal ochgan, uni kanal topib bilmadi, chiqsa yozsa chiqmadi. Turli videolar va shorts kanalimni shunaqa deb yozsalar chiqishi kerak ekan, lekin chiqmadi. Bunda yuqoridan qilamiz. Yonga taqildim. Ofis qilamiz buni. Hozir qilib turay. Короче, mana buni qurdim. Mana bu yerni kutubxona, mana bu yerni basseyn, akvariumcha qilib qo'ydim. Nima qilishimni bilmasdan, mana polisaxona. Boylana. O'lim yot. Ish qilib ana bu yerda qamoqlar. Qamoqlar. Tungacha o'sha narsa yo'q. Qiziqarli endi doktorxonani quraman. Mana. Yana bu yerda bitta uy chiqaman, tamom. Shu bilan shahar. Shu ko'p vaqt o'tdi. O'rtalar sizlar uchun endi 4 minut bo'ldi, ammo men uchun 3 soatdan beri qurib turibman shuncha narsani. 3 soat. 3 soat emas. 1 soat. Vahma qildim. 1 soatdan beri quryapman. Hali ko'p narsa reklama. Nima uchun video chiqadi? Chunki kecha betlardan Wi-Fi chiqib qoldi. Chunki qanaqadir remont bo'layotgan ekan bitta joyda. Endi yondi. O'sha uchun endi video qo'yapman. Juda Wi-Fi svet ko'rsatdi yana. Короче, zerikdim videoni o'chiraman. Qolgan nechta ko'rsataman. Mayli.